Sochingizga qanaqa o'xit qilasiz deb qiziqib so'raydigan qizlar yaqinroq o'tiringlar. Bugun sizlar bilan bo'lishaman. Hozirgi kunda sochimga to'g'risini aytsam hech qanaqa o'xit qilmayman. Ayniqsa ikkita bola bilan bu narsaga umuman ulgurmayman. Lekin oldinlari qizlik paytimda sochimni rosa ham o'xit qilganman. O'ylaymanki, fundamenti yaxshi bo'lgani uchun hozirgi vaqtda sochim ham yaxshigina chiroyli qilib menga xizmat qilyapti. Kichkinaligimdan sochim juda ham seriy bo'lgan, ya'ni 4 dona soch bo'lgan. Vosti qilsam ham ingichkina chixon dumiga o'xshagan bo'lib ko'rinib turardi. Birinchi sinfimdan toki 9-sinfimgacha sochimga amla degan yog'ni surtardim. Har yakshanba kuni sochimni ildiziga surardim va 4-5 soat paket o'rab yurardim. Shu yog'dan keyin sochim rostagina qalin bo'lishni boshlagan. Undan keyin ikkinchisi o'ylaymanki, yaxshi parikmaxerda soch kestirish, chunki meni parikmaxerim juda ham zo'r soch kesallar. Men faqatgina ularga ishonaman. Sochim o'sha uzun bo'lgandan beri faqatgina ular sochimni kesib qo'yadilar. Va yana bitta sir bilan bo'lishmoqchiman. Sochimni yaqindagina keratin qildirganman. Bu уже meni 3-marta keratin qildirishim. Keratin nima beradi o'zi? Sochim shunday yuvib chiqqanimdan keyin faqatgina quritaman va sochim tekis bo'lib turadi. Hozir ham ko'rayotganingizdek, sochimni uchini faqatgina qaytirib ukladka qilganman dazmolga. Dazmolim ham aytgancha 80 milli eng arzon dazmol o'zimdan sotib olganman. Sochimga parvarishim mana shulardan iborat edi. Ko'rayotganingizdek, deyarli hech nima qilmayman. Ha, aytgancha o'ylaymanki, genetika ham juda ham katta rol o'ynasa kerak.